Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Samarqand UNESCOning dunyodagi eng nufuzli xalqaro anjumaniga mezbonlik qilyapti. UNESCOning boqiy an'ana va qadriyatlaridan kuch olayotgan Samarqand ruhi umumiy taraqqiyot sari yanada birlashishga undaydi. Xabar berilganidek, kecha Samarqand shahrida UNESCO bosh konferensiyasi 43-sessiyasining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Davlatimiz rahbari ushbu nufuzli xalqaro anjumanda ishtirok etib, nutq so'zladi va taklif va tashabbuslarni ilgari surdi. Mazkur mavzudagi muloqotlarimizda davom ettiramiz. Studiyaga Oliy Majlis Qonunchilik palatasining deputati, Xalq demokratik partiyasi fraksiyasi a'zosi Firdavs Sharipov, Fanlar akademiyasi vitse-prezidenti, tarix fanlari doktori professor Bahrom Abduhalimov hamda siyosiy fanlar doktori professor Shuhrat G'oibnazarovni taklif qilganmiz. Xush kelibsizlar. Mamlakatimizda hukm surayotgan deymizmi, butun bir dunyoni e'tiborini tortib turgan muhim bir voqelik bevosita UNESCO bosh konferensiyasining 43-sessiyasi voqealariga daxldor. Kecha ushbu nufuzli xalqaro tadbirning ochilish marosimi bo'ldi. Prezidentimiz ishtirok etdi, nutq so'zladi, o'zini taklif va tashabbuslarini ilgari surdi. Bu haqda mana dunyo jamoatchiligi, xalqaro ekspertlar, ziyolilarimiz o'zlarining fikrlarini berib boryapti. Bermoqchi bo'lgan dastlabki savolim mana shu, mana 43-sessiya deyapmiz. Ushbu sessiyagacha 42 marta sessiya bo'ldi. 80 yillik yubiley bilan hamohang o'tyapti ushbu 43-sessiya. O'ziga xoslik nimada? Qanday bir o'ziga xoslikni ko'ryapmiz mana shu UNESCOning bosh konferensiyasi 43-sessiyasida. Marhamat. Assalomu alaykum. Avvalambor aytib o'tishimiz kerakki, biz barchamiz nihoyatda katta bir tarixiy voqeaga guvohlik bo'lib turibmiz. Bir necha kundan beri mamlakatimizda mana shu UNESCO tashkilotini dunyodagi eng nufuzli fan, ta'lim va madaniy masalalar, axborot texnologiyalari bo'yicha eng nufuzli tashkilotning navbatdagi 43-sessiyasi mamlakatimizda Ko'hna va Navqiron Samarqand shahrida bo'lib o'tyapti. Bu avvalambor mamlakatimizni, o'zbek diplomatiyasining katta yutug'i va qolaversa aytib o'tish kerakki, bu O'zbekistonni madaniy merosimizga berilgan e'tirof, mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarga bo'layotgan e'tirof va qolaversa yana aytib o'tish kerakki, bu O'zbekistonni xalqaro miqyosdagi obro' e'tiborini mustahkamlanib borayotganligidan dalolat beradi. Endi o'ziga xosligi haqida aytadigan bo'lsak, albatta bugunga qadar ham O'zbekiston o'tgan davr ichida UNESCO bilan juda bir izchil, nihoyatda muvaffaqiyatli va samarali aloqalarni yo'lga qo'ydi va buni natijasida ko'plab tadbirlar O'zbekiston va UNESCO orqasida hamkorlikda amalga oshirildi va buni natijasida mana Samarqandda o'tkazilishiga qaror qabul qilindi. Samarqand va dunyoga tanilgan katta tarixiy shahar, o'ziga yarasha Ipak yo'lidan boshlab to bugungi kungacha muloqot maydoni bo'lgan va shu bilan bir qatorda mana shu o'zini katta tarixiy merosiga va imkoniyatlariga ega va o'ziga xosligidan yana bir jihatlari shundan iboratki, bu tadbirni o'tkazilishiga birinchi marta Samarqandda bo'lyapti va birinchi marta O'zbekistonda o'tib bo'lyapti va buni ko'plab yangi tashabbuslar va yangi g'oyalar bilan amalga oshirilishi rejalashtirilyapti. Marhamat. Shuni ta'kidlash kerak, qo'shimcha qilmoqchiman. UNESCO bu haqiqatan nufuzli tashkilot. Bu tashkilotni o'zini tartib qoidasi bor. Mana har 2 yilda o'tkazib turadigan sessiyalari, mana shu 43-sessiya 2 yil burun bu to'g'rida gap ketganda prezidentimiz tashabbus ko'rsatganlar va mana shu tashabbusni qo'llab-quvvatladi. O'sha paytda 2 yil burun, 2 yil ichida shunchalik tayyorgarlik ishlarini, tashkil ishlarini amalga oshirish bu juda katta demak jur'at kerak edi. Shu jur'atni demak UNESCOning rahbariyati bildi va aytdiki, O'zbekiston marrani juda yuqori oldi va shuning uchun mana shu marrani yuqori olib, mana shunga erishdi va ularning birinchi kuni kecha bergan intervyularida ham shu fikr o'tyaptiki, bu Azoli xonimning fikrida ham, bu boshqa rahbariyatning fikrlarida ham demak mana shu O'zbekistonni qanchalik jahonni mamlakatlariga, hatto bu o'ziga xos madaniy diplomatiyasining namunasi bo'ldi degan fikrlar yangradi.
bu juda albatta quvonchli, chunki mamlakatimiz mana shu tenglar orasida teng bo'lib, mana shu nufuzli davlat xalqaro tashkilotni tadbirini o'tkazishga bunday boshchilik qilayotganligi bu juda katta faxr. Aytishim kerakki, men ushbu o'ziga xoslikda 3 ta jihat bilan ta'kidlamoqchi edim. Birinchisi bu ushbu sessiya yuqorida aytib o'tganingizdek dunyodagi shunaqangi bir nobarqarorlik, o'zaro bir ishonch ruhi pasaygan, qanaqadir shunaqangi bir urushlar yoki bir holatlar oqibatida o'sha ta'limga, madaniy merosga putur yetayotgan bir ayni davrda bir o'tkazilayotganligi, bu o'ziga xosligi, aynan O'zbekistonda o'tkazilayotganligi bu o'ziga xosligi hisoblanadi. Ikkinchidan, nafaqat UNESCOni, balki uni a'zosi hisoblangan 200 ga yaqin davlatni O'zbekistonga ishonchi va hurmati dadil qadam qo'yayotgan, uni ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy jihatdan bir juda katta dadil qadamlar bilan o'sayotganligi va aynan mana shu UNESCO sohasida amalga oshirayotgan ishlar bo'yicha O'zbekiston juda katta ishlar amalga oshiradi, tashabbuslar bilan chiqayotganligi bu ikkinchi asosiy tashabbus. Uchinchisi bir o'ziga xosligi bu albatta qadimiy kent bo'lgan Samarqandda o'tkazilayotganligi. Bu o'ziga xoslik hisoblanadi. Albatta uchinchi o'ziga xoslik, men aytishim kerakki, hammamiz e'tirof etyapmizki, bu shu paytgacha bo'lib o'tgan sessiyalarni ikkitasigina mana o'sha Parij qarorgohidan tashqarida o'tkazilyapti. Bu ham bo'lsa o'sha 85-yilda Bolgariyada o'tkazilgan bo'lsa, mana ikkinchisi bu 80 yillik yubileyi aynan Samarqandda o'tkazilayotganlik. Men o'ylaymanki, mana shu UNESCOning bosh konferensiyasining o'ziga xos bir jihatlarni sanab o'tishimiz mumkin. Muhtaram ishtirokchilar, anjumanning tantanali ochilish marosimida UNESCO bosh konferensiyasi 43-sessiyasiga raislik qilgan Xonker Muhammad Talxa nutqida prezidentimiz haqida bir iqtibos fikrlarni aytdi. Men bu iqtibosni keltirmoqchi edim. O'zbekiston prezidenti oliy janoblarining yo'li bu o'zida ilmiy bilimdonlikni, boshqaruv donoligini va mamlakat taqdiri uchun chuqur mas'uliyat hissini mujassam etgan haqiqiy davlat arbobining yo'lidir. Amaliy tajriba va strategik fikrlashga tayanib u O'zbekistonning rivojlanish bo'yicha zamonaviy tasavvurini shakllantirdi va uni jamiyat manfaati yo'lida ishonch bilan amalga oshirmoqda degan bir iboralarni qo'llayapti. UNESCOning mana shu global maqsadlari bilan, g'oyalari bilan O'zbekistondagi islohotlarni uyg'unligi nimada? Prezident shaxsiga nisbatan bildirilgan bu fikrlar albatta xalqimizni, butun bir yurtdoshlarimiz e'tiborini tortdi-da. Haqiqatan bu faxr uyg'otmoqda. Berilgan juda yuksak baho bu haqiqatan mana shu prezidentimizning sa'y harakatlari bilan bevosita tashkilotchiliklari, o'zlari rahbarligida qilinayotgan bu katta tadbir u kishini yana xalqaro maydonda shakllangan mana yangicha rahbarlar qatorida ekanligini, dunyo ma'lum bo'layotganligini va mana shu yerda shuni ta'kidlarki, bu aynan prezidentimiz so'zlagan nutqlari juda mazmunli bo'lib, buni boshqa ekspertlar ham e'tirof etishyapti, juda ham mazmunli bo'lib, hatto bu bo'yicha UNESCOning yo'l xaritasiga mos kelganligini, o'shani takliflari, tashabbuslari, bularning hammasi, masalan 5 ta taklifdan tashqari yana 20 dan ziyod tashabbuslar bor. O'shalarning hammasi aynan UNESCOning yo'l xaritasiga mos kelganligi bularni ancha quvontirganligini ko'rishimiz mumkin. Chunki bu juda katta tayyorgarlik, katta mas'uliyat, katta bilim va o'sha yuqoridagidek o'sha Talxa janoblari aytganlaridek, bu katta mas'uliyatni demak O'zbekiston rahbari sharaf bilan uddalayotganligini ko'rishimiz mumkin. Mamlakatimizdagi mana islohotlarga e'tibor qilsak, barchasi mana shu inson uchun, insonni qadri uchun qolaversa, mana shu mamlakatning taraqqiyotini ta'minlash uchun ilm-fanga, ta'limga juda katta yuksak bir e'tibor berayotganligiga guvoh bo'lyapmiz-da. UNESCOning ham bu Birlashgan Millatlar Tashkiloti huzuridagi ta'lim, fan, madaniyat yo'nalishidagi bo'yicha ishlaydigan xalqaro tashkilot. Nazarimda juda bir uyg'unlik bor-da, bularni tashkilotni maqsad va intilishlariga, umuman faoliyatiga daxldor bir jihatlarni bu yerda ko'rishimiz mumkin. O'z navbatida prezidentimizni ilgari surgan ushbu nufuzli xalqaro anjumandagi takliflari ham bevosita mana shu tashkilotni faoliyatiga bir bevosita daxldor, faoliyatini bir takomillashtirish uchun, UNESCO mandatini kengaytirish uchun, nufuzini oshish uchun bir xizmat qilayotganligi mana mutaxassis ekspertlar tomonidan alohida ta'kidlanyapti-da. Prezidentimizning takliflariga bir alohida to'xtalib o'tsak, qaysi bir jihatlar bor, buni qanday bir ahamiyati bor va xalqaro ekspertlarning bir e'tirofiga sabab bo'ladigan jihatlar nimada? Marhamat, Endi avvalambor aytib o'tish kerakki, muhtaram prezidentimizni
faoliyatlari nafaqat UNESCO sohasida, balki umuman xalqaro miqyosda, xalqaro maydonda juda katta e'tiroflarga sabab bo'lyapti. Yangi O'zbekiston xalqaro maydonda izchil, pragmatik siyosatni olib boryapti. Bu barcha mana kechagi ommaviy axborot vositalarida ham ko'rishimiz mumkin, dunyo ommaviy axborot vositalarida. Mana shu nuqtai nazardan olib qaraganda muhtaram prezidentimizni kechagi aytib o'tgan nutqlardagi takliflari bu avvalambor O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar bilan uyg'un va monandligi va qolaversa hozirgi murakkab ziddiyatli vaqtda mana shu UNESCO tashkilotini kelajakdagi 21-asrdagi yo'nalishlarini, yangi bir yo'nalishlarni taqdim qildilar. Gumanitar sohadagi O'zbekistonning aloqalarini UNESCO tashkilotlari bilan qolaversa esa UNESCOni o'zining faoliyati bo'yicha yangi yo'nalishlarni tavsiya qildilar. Asosiy e'tibor albatta mana shunaqa ta'lim tizimiga, hozir ba'zi mamlakatlarda inqirozga uchrayotgan ta'limga qaysi yo'ldan borilishi kerak, bu nuqtai nazardan inklyuziv ta'lim masalasi ko'tarildi. Yoki bo'lmasam raqamlashtirish masalalari bor. Bu ham mamlakatimizda, ham xorijiy mamlakatlarda juda katta ahamiyatni kasb etadi. Sun'iy intellekt masalasi bor. Bu 21-asrda biz barchamiz mana shu sun'iy intellekt asri deymiz. Yoki bo'lmasam global ekologik masalalar, yoki bo'lmasam yoshlarni turli yod g'oyalardan saqlash masalasi. Endi men bularning ichida ilmga taalluqli bo'lgan bir ikkitasi haqida aytib o'tmoqchi edim. Avvalambor bu mana shu raqamli meros masalasi. Muhtaram prezidentimiz o'sha 6 ta tashabbuslardan ikkinchisida raqamli meros masalasiga to'xtalib o'tdilar va UNESCOni tarkibida hujjatli meros institutini tashkil etish kerak degan fikrni bildilar. Albatta biz yaxshi tushunib turibmiz, meros masalasi nihoyatda muhim, UNESCOning faoliyatida juda katta o'rinni egallaydi va hozirgi zamonda 21-asrda asosiy e'tiborni endi bu merosni raqamlashtirishga, uni saqlab qolib keyingi ommaga yetkazishga va shu bilan bir qatorda ochiqligini ta'minlash masalasiga qaratdilar. Va yana bir marta muhim masalalardan biri bu barcha dunyo ahli uchun bu o'sha islom diniga bo'layotgan, buni atrofidagi ziddiyatlarni kuchayib borayotganligini, islomofobiyani ortib borayotganligini, mana shu munosabat bilan muhtaram prezidentimiz O'zbekiston tajribasiga murojaat qilishni tavsiya qildilar. Zero mana dunyoda analogi yo'q islom sivilizatsiyasi markazi tashkil qilindi, ochilish arafasida turibdi. Qolaversa Imom Buxoriy ilmiy tadqiqot markazi, Imom Termiziy, Abu Mansur al-Maturidiy, Naqshband singari yirik mana shunaqa tashkilotlar tashkil qilindiki, bularni bazasida, bularni asosida biz hamkorlik qilishimiz mumkin va islom dinini tinchliksevarlik g'oyalarini, uni tinchlikka va o'zaro hamkorlikka va yoshlarni radikalizm balosidan va islamofobiyadan saqlash uchun xizmat qilishiga alohida e'tiborni qaratib, mana shu masalalarga da'vat qildilar. Men o'ylaymanki, bu takliflarning barchasi mana shu nafaqat O'zbekiston uchun, UNESCO uchun va dunyo hamjamiyati uchun ham nihoyatda 21-asrda katta e'tirofga sazovor bo'ladigan masalalar edi. Bu bugungi kunda hayot talab qilayotgan, hayot taqozo etayotgan mana shu tuzilmani mandatini kerak bo'lsa, yana ham dunyoda nufuzini oshishiga, mandatini kengaytirishga xizmat qiladigan bir jihatlar albatta bu yerda namoyon bo'lyapti. Shuhrat aka, sizning fikrlaringiz marhamat. Bu yerda UNESCOni biz o'sha nizomidan boshlasak, nizomini birinchi bandida yozib qo'yilgan. Nima uchun tashkilot bu maqsad vazifalari belgilanganda, o'sha yerda aytilishicha, tinchlik va xavfsizlikni ta'minlashda mana shu xalqaro tashkilotlarni, umuman mamlakatlarni ta'lim, fan, madaniyat sohasidagi hamkorligini ta'minlash. Demak, mana shu birinchi vazifasi shu UNESCOni. Va mana shuni juda muvaffaqiyat, hozirgi juda keskin geosiyosiy vaziyatda ham mana shu UNESCO tashkiloti sharaf bilan buni uddalab kelyapti. Haqiqatan yangicha yondashuvlar, yangicha hatto yoshlarni kelajagi, mana hozir domla ham aytib o'tdilar, haqiqatda yoshlarni asrab qolish, har xil g'arazli, yovuzli, g'arazli g'oyalardan
asrash masalalari ham mana shu juda muhimligi. Xullas mana bu qilingan ishlar keyin u mandatiga o'tyapti. Mandat ham o'sha konkret bir sohani ko'tarish uchun o'sha fan, ta'lim, madaniyat sohasidagi e'tiborni qaratib butun dunyo jamiyatini, bu asosiy uni shiorlardan biri yana birdamlik bor. Mana shu xalqlarning birdamligi, mamlakatlarning mana shu ezgu yo'ldagi birdamliklari masalalarida ham mana shu juda katta tashabbuslarni olib chiqyapti va amalga oshirayotganligini ko'rishimiz mumkin. Juda ko'plab misollar bor. Keyin missiyasi ham shu bilan bog'liq, aynan nizomni birinchi bandi bilan bog'liq. Demak, tinchlik va xavfsizlik yo'lida ta'lim, fan, madaniyatni demak hamkorligini ta'minlash masalasi. Demak, bularning hammasi shundan dalolat beradiki, bu tashkilot o'zini demak tarixiy missiyasini juda yaxshi bajaryapti. Albatta, davlatimiz yetakchisi har doim u yoki bu xalqaro maydondagi shunaqangi bir ma'ruzalar, nutqlar bilan chiqar ekan, albatta xalqaro ekspertlar doimiy har doim kutib boradi. O'zimizning xalqimiz, olimlarimiz tomonidan juda ko'p kuzatiladi. Nima uchun? Sababi takliflar aniq, tashabbuslar aniq va uni yechimi bilan bog'liq masalalar ham beriladi. Agar e'tibor bersak, kechagi nutqda prezidentimiz tomonidan bildirilgan nutqni agar tahlil qiladigan bo'lsak, ikki qismga bo'lish mumkin. Bu kirish qismi bu asosan o'sha tashkilot bilan bevosita hamkorlik bilan bog'liq masalalar. Qanday yutuqlarga erishdik? Qanday bir tashabbuslar amalga oshirildi? Bu bilan butun dunyo hamjamiyatini, kelgan mehmonlarni yana bir marta tanishtirish, O'zbekiston tashabbuslari qay darajada demak e'tirof etilayotgan o'sha tashkilot tomonidan va qadrlanayotganligi va amalga oshirilayotganligi bilan bog'liq masalalar bo'lsa, albatta ikkinchi qism bu o'z-o'zidan nafaqat tashkilot va oldimizga turgan, tashkilot oldida turgan va mamlakatlar oldida turgan dolzarb masalalar haqidagi tashabbuslar edi. Men e'tibor qaratmoqchi bo'lgan jihatim albatta bevosita o'sha ham tashkilot ham O'zbekistonni ilgari surayotgan tashabbusi bu ta'lim bilan bog'liq, aynan inklyuziv ta'lim bilan bog'liq. Alohida davlatimiz rahbari aytdiki, bugun albatta axborot bilan, ilm bilan butun dunyoda notenglik bo'layotganligi. Hamma yoshlar yoki bolalar ham yoki butun dunyoda ham agar e'tibor beradigan teng imkoniyatlardan foydalanmayotganligi. Shu nuqtai nazardan ham aynan inklyuziv ta'limni yo'lga qo'yish bilan bog'liq masala. Albatta O'zbekiston tomonidan bildiriladigan har bir taklif va tashabbuslar bildirilyapti, lekin bu borada O'zbekiston namuna ham ko'rsatib borayotganligini alohida e'tirof etish kerak. Shuning uchun ham aynan bu borada yoki o'sha sun'iy intellekt, bugungi zamon talab bo'lgan sun'iy intellektni maktabga, ilmga bir deylik yo'naltirish, undan bir ezgu maqsadlar yo'lida foydalanish bilan bog'liq masalalarga alohida e'tirof etish yoki bugun sun'iy intellektdan foydalanishda albatta faqatgina ezgulik yo'lida, bir insonlarga xizmat qilish yo'lida, demak bir xavfsizlik yoki qanaqadir bir noto'g'ri yo'ldan emas, aynan shu masala bilan bog'liq masalalarga foydalanish yoki dunyoda o'sha tarqalayotgan axborotlarda dezinformatsiyalarni bir to'g'ri tahlil qilish bilan bog'liq masalalarni surganligi va nafaqat bu takliflar, tashabbuslar ilgari surayotgan, hatto O'zbekiston mana shu taklif va tashabbuslarni amalga oshirishda birinchilardan bo'lib turishi, O'zbekiston har qanday holatda demak ochiq va pragmatik siyosat orqali mana shu tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash va uni O'zbekistonda qabul qilish bo'yicha juda ko'plab tashabbuslar. Mana o'sha tashabbuslar ichida men shaxsan o'zim sanadim 25 ga yaqin tashabbuslar bo'ldiki, bularning har bittasi bo'yicha alohida O'zbekiston ham u yoki bu shahrida bu yuksak darajadagi forumlar yoki qanaqadir loyihalar orqali ishtirok etishni, o'sha tashabbuslarni bildirilgan tashabbuslar loyihalarining markazida O'zbekiston o'zi turishini alohida ta'kidlab o'tiladi. Shunga qo'shib ketaman, haqiqatan mana fikrlarini to'ldirib, demak aytmoqchimanki, aynan bugun O'zbekiston oliy yurtlarida, poytaxtdagi oliy yurtlarning 500 dan ziyod studentlari, talabalari Buxoroga ertaga boshlanadigan xalqaro bienaliga, madaniy demak uchrashuvga, bir-birlari bilan tanishishga juda katta tadbirlar bo'ladi, yo'l olishyapti. Bu albatta qarangda, mana bu mamlakatda ayniqsa yoshlarimizni shu o'tkazilayotgan tadbirlar doirasida faollik ko'rsatayotganligini jonli misoli bu. Chunki bular bir-biri bilan tanishadi, bu yerda boshqa mamlakatlardan ham kelishgan, yirik san'at, madaniyat arboblari bilan va o'zlari ham bir-birlari bilan mana shu amalga oshirilayotgan ishlarda, ayniqsa madaniyatning o'rni, o'sha o'zlarining fikrlarini bildiradi. O'ylaymanki, bu yoshlarimiz uchun juda ham yaxshi platforma bo'ldi.
Juda ham muhim bir masala, albatta prezidentimizning tashabbuslaridan yana bittasi UNESKOning jahon xaritasi dasturini rivojlantirishdan manfaatdormiz degan bir iborani qo'lladida va o'z navbatida hujjatli meros xalqaro kuni deb e'lon qilishni 19-noyabrni. Shuningdek, UNESCO tuzilmasiga kiradigan raqamli meros bo'yicha xalqaro institutni tashkil etishni taklif qildi prezidentimiz. Buni qay darajada ahamiyati bor bugungi kunda bu tashabbusni qanday qabul qilishyapti? Nihoyatda muhim tashabbus. Biz hammamiz tushunib turibmiz, UNESKOning asosiy yo'nalishlaridan biri bu jahon madaniy merosini saqlash va unga yordam berish. Shu paytgacha bu saqlash asosan informatsion texnologiyalardan kam darajada foydalanib, sun'iy intellektdan kam foydalangan darajada amalga oshirilgan edi. Mana 21-asrda o'sha UNESCO doirasida qilinadigan islohotlar doirasida bu meroslarni endi raqamlashtirish masalasi kun tartibiga qo'yilyapti va 19-noyabrni maxsus shu kun deb e'lon qilinishi rejalashtirilgan. Endi O'zbekistonda ham juda ko'p bunga o'xshagan mana meroslarimiz bor, arxivimiz bor, qo'lyozmalar bor. Bularning barchasi zamonning talabi, bugungi zamonning talabi, ular raqamlashtirilishi kerak va bu masala nihoyatda muhim, saqlab qolish uchun, unga o'sha ochiqlikni ta'minlash uchun va kelajak avlodga yetkazish uchun. Mana shu nuqtai nazardan yana bir narsani alohida ta'kidlab o'tish kerakki, kun tartibiga qo'yilgan masalalar orasida bu yil birinchi marta UNESCO O'zbekistonni Abu Rayhon Beruniy nomidagi xalqaro mukofoti o'z sovrindorlarini topadi. 3 kishidan iborat bo'lgan. Bu ham nihoyatda bir O'zbekistonga obro' keltiradigan, avvalambor bu UNESKOni mana shu sovrindorlardan bittasi O'zbekiston bo'ladigan bo'lsa, u buyuk qomusiy olimimiz Abu Rayhon Beruniy nomi bilan ataladi. Va bu qaysi sohadagi fan vakillariga beriladi? Avvalambor sun'iy intellektda etika masalasiga e'tibor qaratib, ilmiy tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlayotgan tadqiqotchilarga beriladi. Hozir kuni kecha ularni o'sha juri a'zolarining nomi e'lon qilindi va yaqin kunlarda biz o'ylaymizki, mana shu O'zbekiston va UNESCO hamkorlikda ta'sis etgan Abu Rayhon Beruniy nomidagi xalqaro mukofot mana shu o'z egalarini topadi va bu avvalambor merosimizni chuqur o'rganishga va qolaversa o'zbek xalqini mana shu UNESCO sohasida qilayotgan ishlarini e'tirofi sifatida ham ko'riladi. UNESCO bosh konferensiyasining 43-sessiyasini mamlakatimizda Samarqandda bo'lib o'tishi hammamizga faxr uyg'otadi. Albatta bu xalqaro anjuman doirasida juda ko'p tadbirlar o'tkazilishi ko'zda tutilyapti. Endi gapiradigan gap ko'p, fikrlar ko'p. Prezidentimiz tashabbuslari haqida har biri haqida alohida bir ko'rsatuv bersak bo'ladi. Uni tahliliy nuqtai nazardan qanday bir fikrlar bo'lsa, marhamat, 1-2 minut vaqtimiz bor. Imkoniyatdan foydalanib fikrlarni bersangiz, marhamat. Umuman olganda juda ahamiyatli va tarixda qoladigan bu bosh konferensiya hisoblanadi. Sababi bosh konferensiya bu UNESKOning oliy organi hisoblanadi va agar e'tibor beradigan bo'lsak, bu bosh konferensiyada juda kun tartibida juda muhim masalalar o'rin olgan. Aynan o'sha ta'lim, bugungi o'sha savodsizlik bilan bog'liq masalalar yoki o'sha axborot texnologiyalari bilan bog'liq masalalar yakunida Samarqand deklaratsiyasini imzolanishi ham belgilangan. Va shu bilan birga albatta UNESCO bosh direktorini lavozimga tayinlash bilan bog'liq, keyingi byudjeti bilan bog'liq, keyingi uning yaqin kelajakdagi dasturlari bilan bog'liq masalalar ham kun tartibida o'rin olganki, albatta bu kun tartibidagi masalalar ham juda muhim hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan men o'ylaymanki, O'zbekistonda Samarqandda aynan mana shu bosh konferensiyasini o'tkazilishi bu tarixda zarhal harflar bilan bitilajak bir albatta anjuman bo'lib qolishini alohida ta'kidlamoqchiman. Rahmat. Qisqa faqat vaqtimiz yakunlanyapti. Juda bir yoqqan, yana bir juda mana nima deydi, faxrlantirib yorgan jihat bo'ldiki, mana shu tashabbus va takliflarni ko'pini O'zbekistonda o'tkazish mo'ljallayotganligi. Bu sammitlar bo'ladimi, bu o'sha bir uchrashuvlar yoki bo'lmasa mana shu takliflarda yoritilgan hamma tadbirlar, demak, mas'uliyatni O'zbekiston o'ziga olyapti, zimmasiga olyapti. Demak, bizning mamlakatimiz xalqaro, demak, hayotda juda faol ishtirok etayotganligiga bu tasdiq va shu bilan birga yana mamlakatimizning nufuzi nafaqat xalqaro maydonda, umuman shu xalqimizni faxrligiga, yana nufuzini oshishligiga katta sabab bo'ladigan katta tadbirlar. O'ylaymanki, mana shu tadbirlarda butun xalqimiz ham
faol ishtirok etadi. Ayniqsa yoshlarimiz faol bu masalada. O'ylaymanki, mana bu keyingi faoliyatlarida ham, chunki UNESCO bilan 27-yilgacha, 22-27-yilgacha demak O'zbekistonni o'zaro demak memorandum bor. Mana shu memorandumni deyarli hamma punktlari bajarilib bo'lyapti, juda yaxshi bajarilyapti va keyingi qilinadigan ishlarimiz ham o'ylaymanki, mana xuddi ana shunday juda yuksak darajada bo'lib o'tadi. Rahmat samimiy fikrlar uchun. Albatta biz navbatdagi dasturlarimizda ushbu konferensiya, xalqaro anjuman haqidagi tahliliy ko'rsatuvlarni efirga uzatishni davom ettiramiz. Vaqtimiz yakunlanyapti. Fikrlar uchun sizlarga tashakkur. Muhtaram teletomoshabinlar, O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. E'tibor uchun rahmat.